漫画偉人物語。名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。İdo devrida Yaponiya ishni taqvilish siyosatini yurgizib, chet elliklarni Yaponiyaga kirgizmaydi. Shundaqla Yaponiyaliklarni ham chet ellarga chiqib qo'ymaydi. Sen ustozing Ning Hiyakaning so'zini obdan angla Banjiro. Xo'p, apa. Men 14 yoshga kirdim. Cho'ng odam bo'ldim. Men mangdim. Hay, baldırroq qaytib keljimi Banjiro? Bu hikoya İdo davrining oyoqlashish oldida o'rni hozirgi Kochin noyisida o'smir Banjiro dengizda baliq tutayotgan 3-kuni yuz bergan edi. Hoy! Bu yoq kelib yordamlashinglar. Bugun biz ishni baldiroq tugatishimiz kerak. Ava bugun yaxshi tursa, Chapsan bo'linglar. Chaqandiroq bo'linglar deyman. Astag'firullah, tez yig'ishtiringlar, tezroq. nima degan kulkilik? Astag'firullah, ulguramaydigan bo'ldik. Chapsan bo'linglar. Dengizda Banjironing taqdirini belgilaydigan qattiq bo'ron chiqdi. Agar mushu bo'ron chiqmagan bo'lsa, uning kishilik hayoti qanday bo'lib ketadikin tam. Chingroq tutinglar. Usta, men keldim. Oh, Parvardigorim, o'zing saqlag'aysan. Bu bo'ronda qattiq ketdi. Ular laylab yurib Tinch okeanining o'rtasidagi bir qush arlig'i chiqib qolgan edi. Ular taş arlıqlardan eqib tushgan yomg'ir suyini yig'simi bu aran galni namdashga yetdi. Bir neçeylen tutgan beliqlarini aptapda quritib o'zaro taqsim qilishib ochgan qo'soqlarini go'ldab turdi. 7 kun o'tib ketdi. Ba'zilarga kasal tegib yetib kelishga boshladi. Yeydigan narsa azroqli qapti. Bu necha kun yeydi? Ustam, biz ben qo'yversak bo'lmaydi. Biz bir amallarni qilib bo'lsinmi, yashashimiz kerak. Biz ben apamni ko'rmaydigan bo'ldim. Mushu oralda ular açsarlıqda 5 oyni o'tkazdi. Appa! Banjiro, jazman bir amal qilib qaytib kel. Appa! Appa! Kime? Oo, biz kurtulduk apaldık. Biz kurtulduk apaldık. Jiroq ufuq sizig'ida bir dona g'ayri chet el kemisi paydo bo'ldi. Uzundan buyon ishni taqvilish siyosatini yurgizganligi uchun Yaponiyaliklar chet elliklardan qo'rqishga boshladi. Chet elliklarga emni tugashdik. Xush gapsizlar, qarshi olamiz. Men kapitan Vitti Vert bo'laman. Bu kemaga chiqqanlarni qarshi olaman. Qani qo'l elishib ko'rishib o'taylik. U nima qilmoqchidir? Bizni tutadigan o'xshamamdi. Yaxshi.
Balalar hamon balaligini qiladi ekan. Garchi o'ngi o'xshamasimi, ammo ularning o'rtasidagi munosabatga qilch ta'sir etmadi. Albatta, har ikkala bola bir narsani deb so'zlashgan bo'lsa-mu, hech nimani uqolmadi. Eng oxirida bu bir kit o'laydigan kema ekanligini tushundi. Chet elliklarning gap so'zlari bizning gap so'zlarimizga zodi o'xshamaydi ekan. Bu John Hamlet nomli kemaning shundoq yo'g'onligiga Banjiro qatorliq yaponiyaliklar hayron qoldi. Bu kemaning uzunligi 35 metr, kengligi 11 metr, 15 dona yelkini bor. Ya'ni 2 dona zambiriga bor, 30 tal miltig'i bor edi. Yana bir muncha g'alit narsa keraklari bor edi. Kapitanning ismi Vetti Vert edi. U muloyim chiqishqoq odam ekan. Bu Pechini o'xshamamdi, Bu ne viski deydi ekan. Ajab tattiqkina. Bu araqim degan yaxshi. Sizlarga yaqqan bo'lsa, to'yg'ichi yeb ichib olinglar, salomatliginglar baltiroq aksi kelsin. Rahmat. Til bilan odat o'xshimiz qandoq bo'lar? Davlat ishini taqib olish siyosatini yurgizgan bilanmi, lekin kishilarning qalbi o'zaro bog'lanib turadi ekan. Men bu pula paqaymiya. Qandaq aqalga chelayapti, Hech kim qaror qilmay turib, hammaylar xuddi deyishib qo'ygandek Banjironi jon deb chaqirishga boshladi. Ammo Banjironing orzusi ashijroqda qolgan yurtga qaytib, o'zini kecha-kunduz sig'inayotgan opasining qishig'iga qaytish edi. Ammo qaysi sababdan chet elga chiqib ketgan odam bo'lsin, qaytib ketolmaydi. Meni Amerikaga olib Nima uchun meni yolg'iz olib John, chunki sening yeshing kichik. Sen kelgisi dunyoga, ilm fanga talpinishing kerak. Boturlarcha olg'a bosqin, ha? Emas berib baqay, Parvargorim o'zi saqlag'ay. Shunda qilib Banjiro John 4 yurtishidan ayrilib, o'z yolg'iz mush kema bilan Amerika zaminidagi Massachusetts portiga qarab yo'lga chiqdi. John, Kapitan, bu meni ismim Izpoldo. yaxshi. Endi biz dunyo jo'grafiyasini o'rganaylik. Banjiro to'lib toshgan qizg'inligi bilan Marco Polo, Colombo, Magellan qatorliq ekspeditsiyachilarning hikoyalarini o'rganib chiqdi. Shundaq dunyo nahayt cho'nkan. Selishtirib ko'rsak, ishkin taqib olgan Yaponiya hech narsaga arzimaydek. Yaponiya nima degan kichik. Banjiro Amerikalik turmushini boshlayapti. Til o'tkilidan o'tib olsa, g'arbning ilg'or madaniyati Banjiro uchun qiyin emas edi. U kishining ishongusi kammigidek tez suratda olg'a besib o'tadi. John, sen bak tirishchan ekansan-chi? Men kitob o'qimadim. Men xarita qarab butun dunyoni aynib chiqishni o'ylayapman. Qisqagina 3 yil ichida Banjiro bir dengizchi egallashga tegishli barliq bilimlarni egallab bo'ldi. Keyin u bir qadimiy kema Oliver Colin nomli bir paraxodning dengiz yetakchisi bo'ldi. U hatto kapitanning o'rnida butun kemaga qo'mondonlik qila oladigan bo'ldi. Shimoliy kenglik 36 gradus. Ko'rindi! Yaponiya ko'rindi! Yaponiya? John, Yaponiyaga keldik, John. Yaponiyaga yetib keldik-da! Yaponiya! Bu rostmi? Men yaponiyalik! Yaponiya qaytib keldim! John hayajonlanib ketdi. Ko'z oldimizda uning yurti turibdi, lekin u yurtiga boramaydi. Apa? Onu vatani ko'z oldida tursimi, Banjiro qaytiq amalsiz edi. U mushu kemada to'p-to'g'ri 3 yilni o'tkazib, oxiri Amerikadagi xizmatini tugatib, oldirib xizmatdoshlarining orsiga qaytib keldi. Men cho'qin bir amal tepib Yaponiyaga qaytib ketaman. U hammaylar bilan yana muloyim chiqishqa kapitan Vetti Vert bilan xo'shlashdi. U to'lib toshgan orzu umid bilan qaytish safariga otlandi. Bu chaqda Yaponiya ishkin taqibli siyosatini bekor qilgan edi. Ular Amdil Xarusbi shahrida quruqlikqa chiqishi bilan qo'lga olindi. Uni Kyosho orolidagi Kagoshimaga yalab ep keldi. Ishni taqibli siyosati bekor qilindi. Banjiro qaddingni rosla.
Kagoshima'dagi Shima Kiyohama Hazreti Banjiro qatorliqlarni ayblamasdan aksincha nayt qiziqib turib chet elliklarning ahvolini so'rashga boshladi. Ha? Sen Amerikan saylam orqali reis saylaydi dedingmi? Ular reis bo'g'ichining tigizatini surishtirmam dekan. Şundaq saylaydı. Hamma odam baravar. Chunki ular demokratik siyosiy tuzumini yo'l qo'ygan. Kishilar hadisli uningdan chet ellarning ahvolini so'radi. Bu xushal bo'lishga tegishli ish, ammo uni har kuni shaharga olib kirib har xil savollarni so'raydi. Banjiro javob berishga erinadigan bo'lib qoldi. Yaponiyaga qaytib kelgan bo'lsa-mu, o yana kech kunda sig'ingan opsining qishi qaytanmay yuradi. Fasl almashib, oxiri bu kun yetib keldi. Banjiro qaytib kelibdi! Banjiro tek hayotmikan? Ha, hayotgan! Banjiro qaytib keldi! U texa hayotgan! Siz berib qarab bering! Banjiro! 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 Appa! Banjiro! 11 yildan keyin olimi burun o'lib ketdi deb yurgan o'g'li cho'pchongli yigit bo'lib qaytib kelgan edi. Buningdan ortiq kishini xo'sh qiladigan ish bo'lamdi. Banjiro! Sen oxiri tirik qaytib kelsan mana. Shuningdan keyin Banjiro Edo shahriga chaqirtilib, Meiji davridagi islohot va Yaponiya siyosiy sohasida muhim rol o'ynadi. U Sakamoto Kangi, Yoshida Maskago qatorliq kishilarni qattiq tanqid etdi. Ko'p xil turmush dal Jon Banjironing hayotidagi eng ko'zga ko'rinarli qismi hisoblanadi. Bu naqshi muzik piri Francis Schubertning hikoyasi. Schubert bundan 150 necha yil ilgari 31 yillik qisqagina hayotini oyoqlashtirgan edi. Uning vasiyatnomasi bo'yicha kishilar uni hayot vaqtida eng cho'qinadigan katta muzikant Beethovenning qabrisining yeniga dafn qildi. Shoben, biz seni saqlab turgandik. Chapsan kel, ko'taraylik. Biz bir yerga mundaq yig'ilib o'ltamig'ili xeyli uzun bo'pti. 7 yil bo'ldi-ku deyman. Shobert o'lib ketgili 7 yil bo'ldi. Ha, shundaq. O chaqlar ajoyib ko'ngillikdi. Shobert bilan muzikasida paranglashdik. O chaqlar nima degan go'zal, a? Durust, nihoyat go'zaldi. Chopin Shobertning yaqin do'sti, shundaqla eng burun tanishgan do'sti edi. Tunji qitim ko'rishganda bizdagi balettok. Shundaq esimda aniq turibdi. Shundaq mening esimdan faqat chiqmadi. O chaqda men maktab muzika ko'rchigining dirijori edim. Maktab muzika ko'rchigining zapas o'quvchilaridan bir qitim imtihon olgan chaqda uchisiga nihoyat yuq kiyingan bir o'quvchi bor edi. Bu dal Francis Schubert edi. Birinchi qitim sınaq imtihon elingan chaqda u ko'ziga ko'rindi. Uning ahang orlig'i, to'g'rirligi bilan odari imtihon oluvchilarni hayron qoldirgan edi. U tabiiyla layoqatli bo'ldi. Shu chaqda u amdila 11 yoshga kirgan edi. Men bo'lsam 20 yoshda edim. Schubert biroz tortinchoq edi, biroq uning muzik talantini hech kimga selishtirg'ili bo'lmaydi. Uzun o'tmay u men dirijorlik qilayotgan muzik atritining ikkinchi qo'l iskropchisi bo'lib qoldi. U nihoyat tezla eng yaxshi iskropchi bo'ldi. Shundaqla u muzikantlar bo'ladigan talantini namoyon qilishga boshladi. Shundaqli xiyol qilibla bir muzikani ijod qila oladigan bo'ldi. Men bu hayron qolatdim. U doim men Beethovendek ulug' muzikant bo'laman deb shuraydi. U birinchi qitim yozliq ta'tilga chiqib oilasiga qaytib keldi. Dodo! Dodo! Opa! Men qaytib keldim. Opa! Men qaytib keldim. Shubert. Opa! Dodam ko'rinmaydi-ku, ustin qavatda. Shundaqmi? Chaqqan chiqqan. Dodo! Men qaytib keldim. Schubert, qaytib keldingmi? Bo'lmaydi. Sen muzikant bo'laman demsan? Schubert, menimcha o'qitish bo'lsang eng yaxshi bo'ladi. Shunga men seni shu yerga olib o'qitdim. Biroq Chopin, yana maktabdagi muallimlar mening muzikant bo'lishimga ilhom beryapti. Sen har qancha bo'lsa-mu turmush masalasini o'ylamsan bo'lmaydi. Muzikant deganlar bir tiyinga arzimaydi. Dodo, muzikantlarni pul berib muzitvoqli bo'lmaydi. Schubert, sening muzikant bo'lish orzuying bormi? Shundaq. Shundaq qiladigan bo'lsang, hozirdan boshlab oti baloqdan voz kechib ketaylik. Darhol chiqib ket. Dodisi, Shubert, men dodangga obdan gap qilib qo'yay. Sen tishingni tishlab turib turg'in.
Maktabdan qaytib kelgan Shobert ikkilinib qoldi. O dadisining o'zi uchun g'am qilayotganligini obdan tushunatdi. Shundaqdimi o muzikant bo'lish istigidan qat'iy yonmadi. Shobert, dadangning o'ylaganlari mo'nay, to'g'ri. Biroq men yana sana yaxshi ko'rgan yo'lingdan qaytma deb nasihat qilaman. Ko'pchilikning yordami cheklik bo'lsa-mu, ammo biz yana sana yordam qilamiz, seni qo'llaymiz. Rahmat sana Şopin. Qani Shobert, g'ayrat qilgin. Bu mening sana bergan ilhomim. Buni qabul qilgin, Shobert. Rahmat sana. Bo'ldi, men bugun uyga qaytay. Kelar qitim sen bilan ko'rishganda texnik ko'proq muzikalarni elib kelishingni umid qilaman. Xo'shamisa? Xo'sh. Şopin, rahmat sana. Şopin o'zining puliga not qog'ozi setib olib, Shobertga sovg'a qilib berdi. 1 yildan keyin uyga kirgizmaslik qarori bekor qilindi. Biroq bu chaqda o opsining olamdan o'tganlik shum xabarini anglagan chaq edi. Shobert mushu vaqa o'tib uzun o'tmay maktabni bitirdi. Ham o'qituvchi bo'lish layoqatiga erishdi. Shundan boshlab o dadisi ishlagan maktabda o'qituvchilik qildi. O kunduzi dars o'tsa, oqshom muzik ijod qiladigan hayotini boshladi. Girloka, siz Giyotonning Yova Attirgul nomli she'rini o'qib bering. Xo'p, bir kichik bola dalada ichilgan bir atir gulni ko'rib qoldi. Bu gul shunday chiroq ichilganki, yura, oldin mang'in. Ko'nglini ozod qil. Bo'lmadi. She'r deklamasiya qilganda hissiyat bo'lish kerak. Menga o'xshash o'qing. Bir kichik bola dalada ichilgan bir attirgulni ko'rib qoldi. Shuning bilan Nim bo'ldi muallim? turib turing. Kallamga nihoyat chiroyli bir melodiya keldi. Mana endi topdim. Hammalar mush melodiya bo'yicha bu she'rni naqsh qilib aytinglar. Wala be wa mitari no naka no bara Kiyola ni sakeru sono iro medetu akazuna Mejo! Ben bu yerda mudir. Bu naqsha Shobertning sinfini chiqatamda. Hozir davlat tili dars vaqti emasmi? Shundoq, biroq bu sinfda Chapsan chiqib uni chaqirib kel. Meni chaqirdi-da. Shundoq qilib uni dadisi yana bir qitim uydan qo'g'lab chiqadi. Mana mush chaqda u alvasti naqsining notisini Giyotiga evat berganda qivatdi. Hurmatli Giyoti janoblari, mening mush notini sizga sovg'a qilishimga ijozat bergaysiz. Shobertning do'stlari uningga ko'p tarafdan tirishchilik ko'rsatib, uningga butun kuchi bilan yordam berdi. Yaxshi, mush bo'ldi. Shobert, sen notalaringni yozib tugatdingmi? yana ozroq bor. Biroq Giyoti buni ko'rami? Sen endi yurak sadi bo'g'iltirding-ku. Agar bu ish aplashmasa, biz Leipzigdagi doniq nashriyat o'rinlariga evatsakmi bo'ladi emasmi? Sizlarga ko'p rahmat. Biroq bu ikki xil usulning hammasi mag'lub bo'ldi. Giyoti javob xat yozmadi. Nashriyat o'rinlaridan xat kelmadi. Sizningcha bu ishni qanday qilsa bo'ladi? Aras. Figorimo unimidi. Eliqi orda naqshchisini adamsizlar. Sizlar mening notamni uning avatganmitinglar? O texmining opamning do'sti. Men uni bu naqshni esingiz degandim. Lekin u men nurg'un qitim talantlarning aldam qaltisiga tushib ketdim deb zodli unmayotdi. Mayli, nima bo'lsin, yana bir qitim yalvirib baqin. Bir amallarni qilib bo'lsa-mu, u naqshchini oramizga taklif qilib akilishimiz kerak. Rahmat. Aradan uzun o'tmayla Chopinning so'zi reallik aylandi. Vina opera sohasidagi dangliq shaxs Figori qiziqmagan bo'lsa-mu, o yana Chopinning uyiga keldi.
Şöbet dostlarının yakından köp taraftan yardım berişi bilen Germaniyada nait tezli şöhret kazandı. 1822 yılı Şöbet Beethoven'ın müzikasini elip özü kiçikten tat çokunub kelgen bu katta muzikatni ziyorat qildi. Elchilar qaraganda shu chaqda u hayajonlanganidan bir egizmi gap qilamagan ekan. Biroq bu mezgil uning eng baxtli chog'lari edi. Beethoven kasal bo'lib o'lib ketgandan keyin Şöbet uningga tat chiqqandek 2 yildan keyin olam. Qalbimizda yashayotdi. Yaş hayatida baldurilib bu dunyodan ketgan Şöbet dostlarining yaqindan yordam berishi va qo'llashi bilan qisqagina hayotida necha minglagan naqshi muzikalarni qoldirib ketdi. Ta hozirgacha kishilar uzib qo'ymay uning naqshi muzikalarini aytib kelyapti. 遊び好きだけどちょっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してやんちゃがしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずありのありによるありのための私めは大統領